Samarqand viloyatida aholiga sifatli va uzluksiz kommunal xizmatlar ko'rsatish borasida tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan, hududni tabiiy va suyultirilgan gaz bilan ta'minlash yo'nalishida olib borilayotgan chora-tadbirlar bugungi kunda o'zining ijobiy natijalarini bermoqda. Hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali viloyat aholisini to'laqonli gaz bilan ta'minlash, aholining turmush sharoitini yanada yaxshilash hamda energiya resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash maqsadida keng ko'lamdagi amaliy ishlarni olib bormoqda. Xususan, Oqdaryo tumanida joylashgan Oqdaryo tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan 19 ta mahalladagi 27 mingga yaqin iste'molchiga suyultirilgan gaz ballonlari muntazam yetkazib berilmoqda. Tumanning Yangi qishloq mahallasida 1117 ta xonadon bor. Bu yerda 5 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Belgilangan tartib asosida ushbu xonadonlarga gaz ballonlari yetkazib berilmoqda. Ta'kidlash joizki, ballonlar gaz bilan to'ldirilganda ularning og'irligi maxsus tarozilar orqali tekshirilib, belgilangan me'yorda gaz bilan ta'minlanmoqda. Yangi qishloq mahallasida yashayman. Biz mana shu gaz ta'minotida, mana shu tumanimizdagi gaz ta'minotidan biz juda minnatdormiz. Vaqtida 45 kun, 40 kunda gazimiz Xudoga shukr olib turibmiz. Ballonlarimiz hammasini tortib beradi. Plastik bilan olamiz. Vaqtida keladi, vaqtida olamiz. Xalqimiz hammasi shu gaz ta'minotidan rozimiz biz. Shuningdek, fuqarolar suyultirilgan gaz uchun to'lovlarni ID karta orqali amalga oshiryapti. Bu esa aholi uchun qo'shimcha qulayliklarni yaratmoqda. Hozirgi kunda tumanimizda 27 mingdan ortiq iste'molchimiz bor. 6 ta Isuzu avtomashinasi xizmat ko'rsatadi. 19 ta mahalla to'liq suyultirilgan gaz bilan ta'minlangan. 7 ta mahalla qisman tabiiy gaz bor, suyultirilgan gaz ham bor. Kuz-qish mavsumida gaz yetarlicha kelib turdi, yetkazib berdik aholiga. Suyultirilgan gazdan muammo bo'lgan yo'q. Bu yilgi qish-kuz mavsumiga ham shu aholiga to'liq suyultirilgan gaz yetkazib berishni reja qilganmiz. Shu reja asosida grafik bilan to'liq yetkazib beramiz. Bundan tashqari, tumanning tabiiy gaz bilan ta'minlangan hududlarda gaz ta'minoti xodimlari tomonidan xonadonlardagi hisoblagichlarga regulyatorlar o'rnatish ishlari ham olib borilmoqda. Barcha olib borilayotgan chora-tadbirlar aholini ishonchli, xavfsiz va bir me'yorda gaz bilan ta'minlashga, eng muhimi ularning bugunidan rozi bo'lib yashashiga xizmat qilmoqda.